bo'lmasam. Timuray Show. Yehe, buni qaranglar. O'zi ham rosa chiroyli bo'ladi. Obloshka ham pizza chiqqan. Voy bilan. Adminlarim молодец lekin. Qani, va joningdan. Bo'ldi, bosamiz. Hop, hozir. Silkachani tashlaymiz. Ava. Nimalar bo'lyapti, nimalar bo'lyapti. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ana. Qani, ketdik. Oho, 12 o'tib ketibmiz-ku o'zi. Qani. Assalomu alaykum, aziz obunachilarim, bormisizlar? Ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, layklarni bangillatib bosamiz, do'stlarim. Hozir hamma joyga tarqataveraylik chiqani, podpiska. Oho, Timuray Show ovozlar. Hamma joyga tarqataveraylik chiqani, podpiska. Yehe, ana bo'lmasam. Ovozlar shikolat. Xo'p, assalomu alaykum, aziz obunachilarim. Hozir buni o'chirib qo'yaylik. Yana ketdik. Bunisi ham tayyor, bunisi ham tayyor. Xo'p, assalomu alaykum aziz obunachilarim. Yaxshimisizlar? Ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, layklarni banglatib bosamiz, do'stlarim. Hozir yana bir 3 minutdan keyin ancha-muncha odamlar yig'ilib qoladi. 3 minut oldin boshlab urib qo'y. Tavba qildim. Voh, qani, chatlar o'chirildi. Hamma ketdik efirga, do'stlarim. Xo'p, hurmatli obunachilarim, bugungi efirimiz sal dahshatliroq bo'ladi. Chunki o'zlaring bilyapsizlar, har xilcha fohishani bolalari ko'payib ketyapti va hokazo bekorga dalil uzdi. Hop, bunday qilaylik. Yaxshiroq ovozim eshitilishi uchun, do'stlarim. Hurmatli obunachilarim, bugun sizlarga dalil uzdi qanaqaligini ko'rsatib beraman. Va hokazo mashinnik, o'sha qahramon mashinnik deb gapirib o'tamiz, do'stlarim. Va hokazo Koreyadagi o'zini o'zi qatl qilgan fohisha haqida ham gapirib o'tamiz, do'stlarim. Bularga shans berdim. Temani yig'ishtiringlar, temani yopinglar desam, cho'ta bular o'zbekchani tushunmayapti, do'stlarim. Endi koreychasiga tushuntiramiz quyuyozni, do'stlarim. O'zbekchani tushunmagan odamga koreychasiga o'rgatamiz, do'stlarim. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarim, o'zlaring ko'rlaring. Maksimalni mana shu Koreyada bo'lgan o'sha o'zini o'zi qatl qilgan ayol haqida, o'zini osgan, o'zini o'ldirgan ayol haqida temani yopaylik deb hammasiga chiqib keldim. O'sha avaz ham rozi bo'ldi, zam hokimdagilar ham rozi bo'ldi shu temani yopish kerak deb. Lekin nimagadir Dalil Uz haliga aytibdiki, bu temani men ochganman, men yopaman debdi. Dalil Uz, sen bir galaboy ko'tbisang, bu temani sen emas avaz ochgan, men yopaman debsan, endi yopa olmaysan. Endi iloji yo'q. Ishon, iloji yo'q. Ko'ttaningni yirtasha, Dalil Uz. Bu temani yopgani men qo'ymayman. Mana shu tema ketaveradi. Sen ham onangnikiga kirib ketasan, hamma o'sha Feruza Jalab ham onasi nomga kirib ketadi. Nozima go'rida tikka turadi. Lekin bu tema yopilmaydi. Endi qo'lingdan kelganini qil. Qani ko'ramiz, qanday qilib bu temani yopar ekansan, qanday qilib bu tema seni qo'lingda ekan. Ishon, men qo'ymayman. O'sha zam hokimdagilarni ham qo'ymayman temani yopgani. Avazni ham qo'ymayman temani yopgani. Endi chidab berishing kerak. Men senga realni shans berdim, realni gapirdim. Bu temalarni yaxshilikcha yopaylik dedim. Feruza Jalab, o'sha haliga o'zini qizini sotgan fohisha. Men sen Jalabni bolasiga normal temada gapirdim. Senlarda ahvolingni o'zim men ko'rsatib beraman. Chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Mana shu senlarda ahvoling. O'sha Dalil Uzda orqasidan turadiganlar, alkash ayollar, xudo o'rgan ayollar deb men million marta aytganman. Va bu narsani keltirib beraman, do'stlarim. Prosta o'zlaring ko'ryapsizlar. Ijtimoiy tarmoqda bu rezonans qilishmoqchi bo'lyapti. Rezonans senlarga kerak edimi? Endi rezonansni men qilaman, chidab berishlaring kerak. 100 ga 100 chidab berishlaring kerak. Dalil Uzda o'tiradigan ayollarning fohishaligini bitta keltirib beraman, do'stlarim. Ana, naylanib ketay. Ketdi, do'stlarim. Shu narsalar kerak edimi? Senlarga, do'stlarim, hurmatli obunachilarim, ekranga ikkitadan 3 tadan mashina qilib uramiz, layklarni banglatib bosamiz. Bularga tema kerak edi, bularga show kerak edi, bularga har xilcha bir haligi o'zidan kimdir yasamoqchi bo'luvdi. Endi haqiqatga duch keldi, do'stlarim. Dalilingiz ko'ramiz, qanday temani yopar ekansan. Men senga jakka javob,
Bu tema yopilmaydi. Nozimani onasini amiga kirib ketmaguncha, Nozimani onasi onasini amiga kirib ketmaguncha bu tema davom etaveradi. Nozima fohisha bo'lgan, dalil isbot faktlari bilan turibdi. Hammasi albatta meni kanalimga tashalgan. Do'stlarim, Nozimani haligi bular mo'tabar deyotuvdi. Nozimani ahvolini qaranglar do'stlarim. Hozir. Bu birinchi surat do'stlarim. Mana Nozimani ahvoli, hijobga yurgan. Shortiga omini tagidan kelyapti. Shumi Nozimani haligi hijobda yurgani? Yana dalshi do'stlarim. Mana do'stlarim ko'ringlar, Nozima alkash bo'lgan, ichib yurgan. Onasi biladi, onasiga hattoki aytishgan, "Sen qizing alkash, haligi ichib yurgan, narkotik upotreblять qilgan, giyohvand moddalar bilan yurgan" deganda, onasi bilaman, meni qizim yosh, qo'lida haligi nima xohlasa o'shani qiladi. Do'stlarim, Telegram kanalimga o'tsalaring, Timur Raisov kanalida turibdi. Undan tashqari mana Nozimani ahvoli do'stlarim. O'zini reklama qilishda ovora bo'lgan. Mana yana do'stlarim, Nozima o'zini reklama qilish bilan ovora bo'lgan. Bu g'irt fohisha bo'lgan do'stlarim. Hech qanaqa bu muslima ayol bo'lmagan. Bo'la olmaydi. Bu xudo o'rgan bir ayol bo'lgan. Onasi ham xuddi shunday. O'sha Firuza Jalab, Nozimani onasi bir marta koreysga sotgan. O'zlaring bilasizlar, 2 yil 3 yil oldin modda bo'lib ketuvdi. Qizini koreysga sotgan karochi, bilmayman, Nozimani omi kattalik qilganmi, luf bo'lgan, shaq etib idina deb olgan, bitta o'zbek qotaqni ushlab olgan, Sherzod degandi. Sherzodga siktirib yuravergan. Sherzoddan endi bepul olib bo'lgandan keyin sikadi da onasi demsin. Haligi teshiq kulcha ko'chada qolmaydi. Sherzoddan sikib yurgan do'stlarim, keyin Sherzoddan oilasi telefon qilgan, uylantirishgan, uylantiramiz seni degan. Ha, Sherzod keyin Nozimaga aytgan, seni sikib charchadim, uylanaman degan. O'shandan keyin Nozima, "Voy, bilar Sherzodni men umrbod azoblayman" deb shunday o'zini shunday qatl qilib yuborganda, onangizga jalabni bolasi. Chunki bu Nozimada bunaqa holat, bu oddiy holat bo'lgan. Oilasi shunaqa bo'lgan. Haligi onasi birovni haligi erini tortib olib, siktirib o'sha bilan yurgan. Yo'q, haqiqat bu do'stlarim. Nozimani onasi birovni ikkinchi xotini. O'sha Nozimani onasi erga tekkan erkak o'zini radnoy bolalaridan, xotinidan voz kechib, Nozimani onasi bilan yashagan. Endi nima bo'ldi? Bu erkakni ispozit qilib bo'ldi. U erkakning mablag'i tugadi. Endi Koreyaga kelib olib turib, mana o'zbek xalqimizdan, o'zbek millatimizdan do'stlarim sadaqa so'rash bilan ovora. O'sha qancha ko'p sadaqa bersalaring, o'sha Nozimani onasini o'sha Firuza Jalabni kartasiga qancha ko'p pul tashlasalaring, o'shancha ko'p pul yig'iladi. Dalil ham ko'p bu. Dalil, gandor. Temani yopolmaysan, yopgani qo'ymayman. Senga normal shans berdim, temani yopish kerak, normal gaplashib o'yla dedim. Nima uchun sen avaz bilan 24 soat gaplashga tayyor bola, Timur Raisov qo'shilgandan keyin nimagadir avaz bilan gaplasha olmay qolding? Nima uchun? Senga oddiy savollar. Nima uchun sen ovozni itarib tashlaydigan, ovozga shunaqa savollar beramanki, haligi javobi yo'q deyotding. Lekin Timur Raisov qo'shilgandan keyin absolutni savoling ham yo'q, javobing ham yo'q, hech nimang yo'q. Nima bo'lyapti? Qiyin qisilib qoldi. Men aytdim-ku, seni vez gruppang bilan ittaraman dedim. Men senlar galiboylisan, senlar fohishani bolalarisan. Dalil u, sen galiboysan, sen ko'tsan. O'zingni gruppangda og'zingni yopib tashlashdi, maksimalni. O'zingda sobsini gruppangda gapira olmaysan. O'zingni gruppangga gaping o'tmaydi, tishing o'tmaydi. O'sha ayollar bormi, erkaklar bormi? Seni 1 kopeykaga priznavat qilishmaydi. Sen nima qilmoqchi eding hozir sen? Haligi o'zingcha bir tema qilmoqchi eding, haligi tanilaman, u bilaman, bu bo'lmaydi. Hurmatli obunachilarim, ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, like'larni maksimallab bosamiz, bularni ko'tini ochishdi. Realni qanaqa ko't ochish bo'lishini men bularga ko'rsatib qo'yaman. Bular haligi normal blogerlar turibdi, bu temaga qo'shilgan, katta blogerlar qo'shilgan. Bularga haligi holatdan chiroyli chiqib ketish kerak, bularni gaplashtirish kerak. Bular uchrashsin, gaplashib olsin va hokazo desa, yo'q do'stlarim, yo'q. Bular urush qilish kerak, bular to'polon qilish kerak. Bular haligi bir-birini ko'tini kovlash kerak maksimal. Unday bo'lmaydi, o'tmaydi do'stlarim. Absolutni o'tmaydi. Hurmatli obunachilarim, hozir yana bir dalillarni chiqaraman, xuyet qilasizlar, ishoninglar. Hozir pizdes narsalarni chiqaraman. Buni chiqardik. Buni keyinroq chiqaraman do'stlarim. Haligi dalilni hozir chekkaga surib turamiz do'stlarim. O'zlaring bilasizlar, haligi Qahramon Sirojov degan bir mashinnik bor O'zbekistonda. O'zicha haligi tabib, o'zicha haligi odamlarni licheniyaklari va hokazoqlari do'stlarim. Bu inson kim uni lichkasiga yozsa, haligi o'zini avratini va hokazosini tarqatadi do'stlarim. Buni men itarishda davom etaman. Instagramda o'sha portlatib bo'ldim.
Hozir yana dalshi bo'lsa, уже YouTube'da portlatishimiz kerak. Videolaring qahramon, videolaring уже tarqatib ketdi. Eshitishimcha, qahramon ba'zi bir odamlarning ustidan yozib beribsan va hokazo, uni foydasi yo'q. Absolutna foydasi yo'q, chunki sen realni eshaksan, sen molsan, seni onangni eshak sikkan уже. U haligi ayollarga o'zingda avratingni tashlashdan oldin, ayollarga Wow, nasıl demişsin? Avazlayan bakıyor do'stlarim, dushmani bakıyor sochidan ko'pda. Ishonaveringlar, avazda dushmani sochidan ko'p. Hozir yozishyapti, avazda tarib tashlaydi. Do'stlarim, avazda nima uchun tarishim kerak? Mard bo'lib, chatlarga kirib, savollarga javob bergani uchunmi? Dalilga yoki dalilga o'xshab qochib ketmagani uchunmi? Nima uchun? Dalil o'zining gruppasiga shunday kirsam, o'zining gruppasidan qochib ketdi. Keyin o'ylab o'tirdim, nima uchun bunday qochib ketdi ekan Timurdan desam, buni o'zini gruppasida men gapiray, meni savolim bor desa, o'chibattar gapirmaysan deb o'zini obunachilari og'ziga urib tashar ekan. Prosta bularni tugagani shu do'stlarim. Absolutno. Wow, rasmsin. Negativ yozganlaringdan foydasi yo'q absolutno do'stlarim, chunki men itarib o'ynayman. Shunaqa garochi. Hurmatli obunachilarim, hozir mana bu itvachcha haqida gapirib olaylik. Haligi Qahramon Sirojov haqida do'stlarim. Bu itvachchani mana bu videosini men yana qaytadan qo'yib beraman. Bitta o'zlaring eshitdinglar. Bu voyda. Lichkamga yozmay turinglar, efir paytida haligi lichkalaring chiqib ketib, tarqalib ketishi mumkin, do'stlarim. Yana chiqib ketib qoldi. Xo'p, ketdik. Eshiting endi. Dilmurod qamalaydigan odam. Sizdan SMB yuribdi. 2 marta qo'y. Menga dahuzda informatsiya bor. Uni ustidan ish qo'zg'atilgan. U telefon nomerlari bo'yicha bo'lsa, qaylan qoching. Xohlasangiz, men sizga yomonlik tilamayman. Xohlasangiz sizga ulab beraman hozir. 2 marta esim bor. Bekorga bormadi. Dilmurod Qurbonov ustidan ish ketyapti. Jon birodar, siz o'zingiznikisiz. Men nima uchun karillab turib gapiryapman? Chunki orqamda odam bor. Shuning uchun menga dabro berishdi, mana shunday videolarni qo'yishdi. Men bo'lmasa oldinroq qilishim. Proslушкада yuribdi har bir qadami. Qahramon, birovda gapirishdan oldin o'zing haligi 100% ko'ting toza bo'lish kerak-da. Birovda gapirishdan oldin ko'ting 100% toza bo'lish kerak. Lekin seni shaltog'ing daxuya. Hozir men yana bitta shaltog'ingni ko'rsatib beraman. Bu bunaqa temalaring Qahramon o'tmaydi. Birovda ustidan ariza kiritaman, birovda ustidan yozib beraman deb ovora emas. Seni arizangni itam qabul qilmaydi. Rafikka ayting, zakaz qiling, bering. Bu men 20 ming berib bo'lsa. Videosini tashlasin, обязательно lekin. Urib mayib qilgani. Rafikka ayting, zakaz qiling. Yo'q, Qahramon. Bir ojiza ayoldi, bir haligi bir kasalman degan ayoldi. O'zingcha 20 ming beramiz, 30 ming beramiz, urib mayib qiling, va hokazo deb yuribsan-da. To'xtab turinglar, bitta surat keldi do'stlarim, hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rsataman. Hurmatli obunachilarim, ekranga maksimal layklarni bosinglar, hozir голосовойlarni, suratlarni o'zlaring ko'rasizlar. Qani. Voy, naynanib ketdi buni, palova. Muzikasi bor ekan, ko'rsatman do'stlarim, mayli. Endi do'stlarim, haqiqat ko'taylik, ketdik. Qani bir boshidan Dalil uzda muxlislarini ahvolini o'zlaring ko'ringlar, do'stlarim, eshitamiz. Nozimaga nimaga bironta qattoq maydonda yozishga, golsi borishga, menga o'xshagan duh bormi? Timur rais. Chiqay ondan amiga. Boy birini sikishga qurbim yetadi-da. Men ikkita o'lik ko'rdim. Ikkitasini ko'zimni oldida o'ldirishdi. Men eshitmadan qo'rqmadan. Qur'oni Alloh. La ilaha illalloh. Muhammadim Rasululloh. İşte shu bismillah. Yo, do'stlarim, Dalildagi daislarni ko'ryapsizlarmi? Fohishalarni ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa ayollar o'tiradi. Dalil uzda, o'sha detektiv uz deb yozib olgan. Dalil uz deb yozib olgan.
Do'stlarim, uni muxlislarini ahvoli shu. Ko'rasizlarmi, payg'ambarimizni ham haligi gapiraveradi. Tavba qilmas, astag'firulloh. Mana shunaqa jinni insonlar. Hozir dal shu eshitasizlar do'stlarim. La ilaha illalloh. Do'zax o'tini o'chirib. La ilaha illalloh. Muhammad Rasululloh. Voy bila, xudo. Poxuy. Hech kimdan qo'rqmayman. Кроме Allah. Avazda odamlar bo'ladimi? Timur Julli pes gandon odam. Lekin men haligacha Farida gunohkor deb o'ylar edim. Yo'q. Farida pamoymi gunohkor emas. Bechora hech nimani Yo, tavba qildim, bu ayol yo vulkanizatsiyada ishlaydi, yo qayerdadir ishlaydi. Yo preparator bilan ishlab turibsiz. Biznes. Dalil, seni muxlislaringda ahvolini ko'ryapsanmi? Prosta ko'r o'zing. Eshit, dalbayob. Ana seni muxlising. Banashka как я. Я пох. Yo, yibanashkaligini yana tan olib qo'yadi. Nolsumaga adoladi. Nima ko'pma. Hech nima tutmayapman. Toptirdi. Aytibman, ko'p pulim evara, chevara, nevaralarimga yetadi. Timur bilan avazdan so'rangda. Men taniyman bu jalabni. Yetsa yetar, pamoyim o'ziga bazir yetadi. Nozir ma singlijonimga adolat billa budu. U yerda yozmang. Bizlarga yozing. Поток, блядь. Поток. Любой joyda, любое время gaplashaman. Vobmalab bo'lib avaz bilan ham Timur Gandon Julli. Любое время gaplasha olaman. Gapimga javob. Yo, bitta narsada o'sha dalilda o'tiradigan o'sha qanchiqlar, foqlar, jaloblar. Men chatim ochiq, mikrofonlaring ochiq, chatni ochaman Telegramda. Spokojno gapirsalaring bo'ladi, dardlaringni aytsalaring bo'ladi. Yo'q, sizlar dardlaringni ayta olmaysizlar-da-yu. Haligi orqamdan qaysidir men bilmagan chatlarga kirib olib turib, haligi bir balolar deb tashaysizlar. Lekin realni o'zimga kelib gapira olmaysizlar. O'zimga duxlaring yetmaydi sizlarga gapirishga. O'sha chatlaringga kirganimda ham rost qizillab qo'yib turib gaplashishlaring. Chunki hozir to'xtab turinglar, lichkam to'lib ketdi do'stlarim. Do'stlarim, lichkamga yozmay turinglar, iltimos. Men efir qilyapman, sizlarning nimalaringga men chalib ketyapman. Yozmaylar lichkamga, вообще absolutно yozmaylar lichkamga, tim bo'lib Telegramga, o'zimda obunachilarim. Undan ko'ra ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, like'larni maksimalni bosamiz, banglatib o'ramiz. Hurmatli obunachilarim, prosta komediyada haligi dalilda muxlislarning ahvolini o'zlaring eshitlaring. Bularda birontasini chesti yo'q, burdi yo'q, shunaqa bir to'kilib ketgan insonlar desam, haligi odamlar haligi yo'q, biz deydi so'kinmaymiz, Timur Raishov so'kinadi deydi. Lekin dalilda muxlislari so'kinishini oldida, meni muxlislarim haligi bunday uzoqdan sigaret chekib turadi-da do'stlarim. Sigaret degan kesimga tushib ketib qoldi. Ahvollaring shu, qarorchi, sizlarda tugaganlaring shu. Bilmadim, YouTube tashlab o'ryaptimi, bir balo tashlab o'ryaptimi do'stlarim? Men вообще tushunmay qolyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir. Do'stlarim, YouTube meni ko'tara olmayapti. YouTube meni umuman ko'tara olmayapti. Ana endi yaxshi bo'ldi do'stlarim, ana endi yaxshi bo'ldi. Ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, like'larni banglatib bosamiz, hurmatli obunachilarim. Yo, ekran xira bo'lsa do'stlarim, sizlarda yaxshi ishlamayapti, chunki hozir rosti bilan ekranim toza, hammasi chotki. Bu VPN yaxshi ishlamayapti. Hurmatli obunachilarim, VPN yaxshi ishlamayapti, rosti bilan. Menimcha ertaga kunduz kuni efir qilamiz shekilli. Haligi dalilda odamlarni tinmasdan shalaba tashlab o'tiribdi, foydasi yo'q. Baribir meni efirdan keyin ham trendga chiqadi. Sababi Timur Raishov deb yozildimi, bo'ldi. Efirdan keyin ham u ketaveradi trendga. Meni efirdan keyin qarib 20 mingta odam ko'radi.
Hurmatli obunachilarim, ekranga ikkita urib qo'yamiz, layklarni banglatib bosamiz. Ko'rasizlar, haligi bularni ahvoli shu jalva tashash bilan ovora do'stlarim. Ekranga mana shunday qilamiz, ikkitadan o'shada urib qo'yamiz. Dalil, seni tugaganing shu. O'sha haligi obunachilaringning ahvolini ko'rsatdim. Dalshi bo'lsa ko'rsataman, dalshi bo'lsa itaraman. Bugun efirimizni maksimal hissa qilamiz do'stlarim. Rosti bilan bugun o'zi efir qilish niyatim ham yo'q edi. Prosta bu itvachalarni itarmasam bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri yurib tuhmat qilishib, haligi o'zim bilan gaplashib olmaydi, orqamda yurib gaplashib yurishadi bu itvachalar. Wi-Fi bilan kirsalaring do'stlarim, VPN ni o'chirib qo'yib, Wi-Fi bilan kirsalaring, bemalol Wi-Fi bilan YouTube'da tomosha qilsalaring bo'ladi do'stlarim. Haligi YouTube bez reklama degan joylari bor, shuni bossalaring ketadi. Do'stlarim, qarochi Dalil uzdi onasini sikaman men. Mana qahramonni ham onasini sikaman. Qolganini ham, o'sha Feruza Jalabni ham, o'sha Nozima Jalabni onasi Feruza Jalab, seni ham onangni amga tiqtashayman. Ertadan boshlab senlar bilan ashaddiy urushni e'lon qildim qarochi. Berga chidab berishing kerak. Dalil uz, ko'ramiz qanday sen bu urushni to'xtatasan. Qaysi kallang bilan, qaysi miyang bilan. Biz tomosha qilamiz. Prosta ko'ramiz. Qani kuching yetar ekanmi, aqling yetar ekanmi sen bu urushni to'xtatishga. Dalshi bo'lsa itarishda davom etamiz. Timurga yarashadi boshqalarni shalpat. Hurmatli obunachilarim, savollaringiz bo'lsa yozinglar, kamda o'qiyman. O'zi yarim soat efir qilmoqchiman. Bugun barvaqroq uxlab, erta bilan futbol bo'ladi, o'zlaring bilasizlar. Moskva vaqti bilan erta bilan tong sahar soat 4 dan 40 minut o'tganda futbol boshlanadi. Toshkent vaqti bilan do'stlarim soat 6 dan 40 minut, soat 7 da уже futbol boshlanadi. O'shalar uchun hamma o'zlaring bilasizlar, hamma futbolni dardida hozir do'stlarim futbol tomosha qilishmoqchi. Qarochi biznes, FIFA va hokazo ketyapti. Ertaga dahshat narsalar bo'ladi. Albatta o'zimizda o'zbek sportsmenlarga albatta layklar do'stlarim, albatta futbolda endi yutsin. Haligi Hojiboy Tojiboy aytgandan sal ko'proq narsa bo'ldi. Hojiboy Tojiboy borib marojniy yeb kelsa ham mayli edi degandi. Rosti bilan borib o'ynab, futbol o'ynab kelishyapti do'stlarim. Yutqazadimi, yutadimi bizga farqi yo'q. Самое главное o'sha bizning o'zbek millatimiz, o'zbek xalqimiz o'sha FIFA ga borib, o'sha jahon chempionatiga 4 yilda bir marta bo'ladigan futbolda o'ynashib, imенно o'ynab, futbol o'ynab, haligi gollar urib kelishadi do'stlarim. Men bu narsadan juda xursandman. O'zbekiston bayrog'ini dunyoga ko'rsatishyapti, o'zbek millatini dunyoga ko'rsatishyapti. Men bu narsalardan juda xursandman. Hurmatli obunachilarim, o'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, barvaqroq uxlab, haligi futbolda endi bu realni futbolni ko'rganlaring boshqa narsada baribir. Haligi realni vaqtda men uni efirga chiqarmoqchi edim. Оказывается, uni avtorskiy pravasi bor ekan. Uni chiqarish mumkin emas ekan. Qo'yib yo'znat. Biz men YouTube'ga ulab prямой efir qilmoqchi edim, erta bilan bo'lsa ham. Do'stlarim, chunki studiyam bor, hamma narsam bor, ABS hamma narsam bor, kompyuterlarim ham bor. Ulab translyatsiya qilmoqchi edim, onlayn translyatsiya qilmoqchi edim. O'sha o'zim diktorlik qilib, mumkin emas ekan. Endi ko'ramiz endi. Xalq qatori biz bloger bo'lsak ham shoximiz yo'q-ku do'stlarim. Tomosha qilamiz xalq qatori. Hurmatli obunachilarim, savollaring bo'lsa o'qiyman. Rossiyada qamalib ketganlarni O'zbekistonga perevod haqida fikringiz? O'zbekistonga perevod qilsa bo'ladi, bemalol. Uning uchun kamina posolstvo bilan harakat qilish kerak. Не только Rossiyada, любой davlatda o'sha O'zbekiston fuqarosi qamalgan bo'lsa, albatta davlat kiritishi mumkin через posolstvo. O'sha fuqaro bizga qaytarib ber deb haqqi bor, do'stlarim. Endi davlatlar aro qanday bir-bir bilan kelishib oladi, buni o'zlari hal qilishadi. Lotincha yozmanglar do'stlarim, lotinchani o'qiyman. Ikkita xodim oqlansin. Do'stlarim, ikkita xodimni nimasini bugun mana Feruza opa chatimga kirdi, Telegram kanalimga kirib, Feruza opa chiroyli qilib gapirib berdi do'stlarim. U ikkita xodimda ishi to'xtatildi. O'sha taftish sudimi, bir balo sudi, uni boshqa joyga, Toshkentga, viloyatga berishmoqchi. Bilmadim, endi bu nima ahvol bilan tugaydi? 29 ta kiritilgan arizadan bir donasi qabul qilingan do'stlarim, qolgan 28 tasi. Chunki o'sha Farg'onani prokuraturasi, Farg'onani o'sha nimasi sudlari noqonuniy ishlaydi do'stlarim. Eslaringizda bo'lsa, bundan 3 oy oldin butun Farg'onani tekshirishuvdi, butun Farg'onani regirovka qilishuvdi, foydasi yo'q. U korrupsiyaga botib ketgan Farg'ona do'stlarim. Farg'ona viloyati korrupsiyaga botib ketgan. Absolutna botib ketgan do'stlarim. O'shaning uchun bu yerda bir nimani o'zgartiramiz deb iloj yo'q. Umuman absolutna iloj yo'q. Ko'ramiz do'stlar. Ertaga bu haqida
sveji kalla bilan bir efir qilmoqchi edim o'zim. Prosta bizda mana bu YouTube yaxshi ishlamayapti, o'zlaring ko'ryapsizlar, tashlab o'ryapti. Hozir VPN'lar ham haligi ko'tlik qilyapti, hamma joyda bug bo'lib ketdi, qarochi. Ishonaveringlar, mana bu yerda chotki ko'rinyapti, mana bu yerda chotki ko'rinmayapti-da, tushunyapsizlarmi? Bu yerda masalan men professional kamera ishlataman, hamma narsam освещение va hokazo, shuni bilasizlarmi, men o'zimni yaxshi ko'raman. O'shani danglatib chiqarish kerak. Biz shu yerdamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ertaga efir qilaman shekilli do'stlarim. Bu haqida ham o'sha Farg'ona viloyatida ham bir normal efir qilishimiz kerak, sal miyani joyiga qo'yib. Chunki bugun o'sha Feruza Jo'rabekovdan chaqirganimda ham ko'p narsalarni gapirdi. U narsalarni o'ylash kerak, tahlil qilish kerak. O'shandan keyingina do'stlarim biron bir gapni chiqarsak bo'ladi. Timur Feruzaning nomerini beraman degandingiz. Men WhatsAppimga yozsangiz, men Feruza opaning nomerini beraman. Lekin siz meni WhatsAppimga yozganingiz yo'q, esimda. Meni xotiram, ishonaveringlar, mana bu xotira bu kompyuter do'stlarim. Bu beqa kirgan narsa hech qachon chiqib ketmaydi. Meni kallamga kirgan narsa hech qachon chiqib ketmaydi do'stlarim. O'shaning uchun lichkamga o'sha WhatsAppimga mana pastda yozib qo'yganmiz. 42 nomerim. WhatsAppga yozsangiz albatta yordam beramiz. Lekin do'stlarim, oilaviy masalalar haqida ko'p chiqyapsizlar. Bunda bitta narsada blogerlarga yugurib borib chiqish, blogerlarga jalva qilishdan ko'ra do'stlarim, sizlar o'sha mahallalarda xotin-qizlar bor, yettilik bor, mahalla raisi bor, muammolaringni o'shalarga aytsalaring, ular tezroq hal qilib beradi. Biz ijtimoiy tarmoqqa chiqaramiz, to'g'ri, biz ijtimoiy tarmoqqa chiqarib portlatib yuboramiz, lekin shu narsa sizlarga kerakmi? O'shaning uchun maksimal men masalan menga oyiga kamida 100 ta 200 ta odam o'zini hayotdagi muammosi bilan chiqib keladi. Lekin o'shalarni poголовно, o'sha mahalla yettiligi, oltiligi bormi, xotin-qizlar bormi va hokazo o'shalarga shuni jo'natib yuboraman. Maksimal 99% da do'stlarim, mahallaning xotin-qizlari, mahalla raisligi, o'sha mahalla yettiliklari 99% muammoni do'stlarim hal qilishadi. O'zlari u YouTube'ga chiqishlaring shart emas. 1% bor, ular o'zlari neprav holatda haligi bir nima tribut qiladi, birovni uyini tortib olmoqchi bo'ladimi, birovni uyiga kirib olmoqchi bo'ladimi? Bunaqa masalalar albatta bo'lmaydi do'stlarim. Noqonuniy narsalarga umid qilib, haligi men buni qilaman, u qilaman, qo'llaringdan hech nima kelmaydi. O'sha 1% o'sha masala hal bo'lmagan narsasi, o'sha o'zlari nohaq do'stlarim. Lekin haq insonlar, masalan men WhatsAppim to'lib ketadi. O'shaning uchun men ko'p kishini o'qimayman. Chunki ko'p kishi menga Timurjon, rahmat sizga, sizni efiringizdan keyin kirdim, problemam hal bo'ldi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi, lichkam to'lib ketgan. Rahmatnoma deb kitob yozsam, ishonaveringlar. Bir kamida bir 5000 ta odamni yozishimga to'g'ri keladi. Chista rahmatnomani kitobini o'zida. Chunki rosti bilan dahrina kishini problemasi albatta o'sha xotin-qizlarga O'zbekistonda zo'r narsa ekan do'stlarim. O'sha xotin-qizlar, mahalla yettiligi, mahalla raisi va hokazo ana shular rosti bilan pizzasi yordam beryapti. Malades, hammalaringga addush rahmat do'stlarim. Realna bu muammolarni YouTube'ga olib chiqish shart deb o'ylamayman o'zim. Chunki bu muammolar u YouTube'da yuradigan muammo emas. Mana bitta jalabni Koreyada o'zini osgan, onayinizga buni shu problemasini hal qila olmadik. U o'zini osganmi yo o'zini qatl qilganmi? Problema shunda do'stlarim. Tushunyapsizlar? Bitta jalab o'zini osib qo'ysa, shu bilan mana ikkiga bo'linib olib, o'zbek millati, o'zbek xalqi bir-birini go'shtini yeyapti. Bu yaxshi narsa emas. Bu narsalarni men chek qo'ymoqchi edim, to'xtatmoqchi edim. Lekin afsuski, odamlar shunaqa narsani yaxshi ko'rar ekan. Ras odamlar shu narsani yaxshi ko'rsa, davom etaveramiz. Endi ko'ramiz, qani to'xtata oladimi kimdir. Har kuni efir qilaman, har kuni Nozimani so'kaman. Har kuni efir qilaman, dalilni Feruza o'sha Nozima Jalabda onasi Feruza Jalabda har kuni so'kaveraman. Menga po'xo'y, o'zlaring bilasizlar. Har kuni bu narsa davom etaveradi. Qani ko'ramiz qancha chidashar ekan. Bu narsa davom etaveradi. Hurmatli obunachilarim, shunaqa gaplar, yarim soat efir qilaman degandim, yarim soat efir qildim do'stlarim. Obunachilarim, like'larni banglatib bosamiz do'stlarim. Telegramga ketdik. Men ham o'zi bugun efir qilmoqchiman. Ertaga kunduz kuni efir qilaman do'stlarim. Erta kunduz kuni kichkina kanalimda efir qilaman, keyin bu yerda efir qilaman. Hurmatli obunachilarim, kanalimizga obuna bo'linglar, like'larni danglatib bosinglar. Timur ukam, ishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi, Allohga shukr. Telegram kanaliga o'tamiz. Do'stlar, YouTube tashayapti. YouTube tinmasdan tashayapti. Bu menimcha agar bu holatda ketadigan bo'lsa, translyatsiya ham qila olmaymiz, hech nima qila olmaymiz shekilli.
O'shaning uchun sizlardan faqat like do'stlarim, like'larni bosinglar. Mana ko'ryapman, tashaveryapti. O'zi 1000 taga chiqdik tashaverdi, 500 taga chiqdik tashaverdi. Tavba qilib beg'dan ham tashavur. Kami deb yotdi. Tavba qildim, astag'firullah. Wi-Fi dan kirsalaring, VPN da o'chiringlar do'stlarim. O'shanda tomosha qila olasizlar. Ili bo'lmasa agar YouTube'da tomosha qilmoqchi bo'lsalaring, agar VPNlaringda YouTube degan joyni topib, o'sha yerdan bosib keyin tomosha qilinglar do'stlarim. Shunaqa hozir shunaqa holat bo'lyapti, tashaveryapti do'stlarim. Kunduz kuni efir qilaman shekilli. Kechasi qo'ymayapti yoki yarim kechasi YouTube yaxshi ishlayapti. Endi do'stlarim, yarim kechasi men oilalik insonman. Mana bu orqamda bitta katta 30 kvadratlik spalnim bor yerda o'g'lim uxlaydi do'stlarim. O'shaning uchun haligi o'g'limda tinchligi haligi menga ma'qulroqda-chi mana bu bitta darslar to'polon qilganimga. Молодец Timur, omad, rahmat, ketdik. Mayli do'stlarim, hammaga rahmat, har doimgidek. Men shetda ketdik Telegramga do'stlarim. Telegramda to'polon qilamiz. Voy millat.